Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar bilan spitsada petля terish darsligini boshlaymiz. Buning uchun biz o'rtacha qalinlikdagi ipdan foydalanamiz va spitsamiz razmeri 3-razmer. Petля terishda bosh barmog'imiz va ko'rsatkich barmog'imizga ipni ilib olamiz va spitsani mana bu ipning bu tarafidan olib bosh barmoqdagi ipdan o'tkazamiz. Mana shunda bizda ikkita petля hosil bo'ladi. Shu ko'rinishga keladi. Bosh barmoqdagi halqali ipdan o'tkazib, ko'rsatkich barmoqdagi ipimizni olib kelamiz. Mana tushunarli bo'lishi uchun sekinroq to'qiyman. Yana bir marta. Bosh barmoqdagi ipdan olib, uning orasidan ko'rsatkich barmoqdagi ipni kirgizamiz. Mana. Shu ko'rinishda spitsaga biz petля terishni boshlaymiz. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizning kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Videoni yaqinlaringizga ham tarqating. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda yana sizlarni kutib qolamiz.